Aynan mana shu domlardan biz 3 ta xonadon qo'ygan edik, bir haftada sotildi. Yana bitta xonadonimiz bugunda sotuvga chiqarilmoqda. 4-qavatda joylashgan 3 xonali xonadon, 7 qavatli pishgan ashli domni 4-qavatda joylashgan. 530 million so'm ustida savdosi bilan birgalikda sotuvga chiqaramiz. O'sha xonadonimiz lokatsiyasi to'g'rimizda Navoiy City loyihasi doirasida domlarimiz qurilmoqda hamda Navoiy viloyat prokuraturasi to'g'riga o'tadigan bo'lsak, Narpaydi yo'li va orqa tarafimizda Tinchlik plazasi, Gorniy universitetimiz hamda 23-maktab, agar maktab bog'cha qiziqadigan bo'lsangiz, 23-maktab yaqin joyda joylashgan. Xonadonni ichki tuzilishi bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Xonadonda bir qancha jihozlar bor hamda quyosh paneli o'rnatilgan. Tepada 500 ming, 600 ming oyga kamida daromad keltirib turibdi hozirgi qish mavsumida. Xonadonni ichki tuzilishini tanishib chiqamiz, ipoteka bo'lish varianti bilan birgalikda. Qani marhamat. Demak, uyimizni proyektini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Alohida 3 ta xonaga ega. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bitta xonamiz hamda mana bu tarafda kattagina mehmonxona qismi. Bu demak 6 ga 3 razmerda, undan sal kattaroq. Barcha jihozlar qoldiriladi. Mehmonxonaga demak konditsioner o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, bu tarafdagi xonamizni yotoqxona yoki bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi va 3-xonamizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda menimcha kattalar yotoqxonasi qilishga bu xonamiz mosroq. Uyimizni to'liq pollari parket bo'lgan holatda, remontlari yaxshi bo'lib turibdi. Faqatgina bitta ko'rib o'tgan birinchi xonalarimiz fon holatida. Demak, qolgan xonalarimiz aboy va oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Ovqat tayyorlash uchun hamda mana burchakda ovqatlanish uchun joylari bor. Xolodilnik ham demak, xonadon egalaridan so'rab qoldik, xolodilniklari ham demak qoldiriladi. Marhamat, keling, yuvinish xonasini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda hojatxona to'liq kafil bo'lgan holatda, remontlari yaxshi bo'lib turibdi. Hamda yuvinish xonasini ko'rib o'tamiz. Marhamat. Xonadonimizda remontlari yaxshi holatda. Demak, 7 qavatli pishgan ashli domni 4-qavatda joylashgan, 71 kvadrat metr ostdan ostgacha hisoblanadigan 3 xona alohida xonaga ega bo'lgan ushbu xonadonimizning narxi barcha jihozlari bilan, quyosh panellari bilan birgalikda 530 million so'm, yana ustida savdosi bilan birgalikda sotuvga chiqaramiz. Bosh to'lovga pul bo'ladigan bo'lsa, ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Demak, lokatsiya hammaga tushunarli, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz orqali bog'lansalar, sizlarga chiroyli narxlarda ushbu xonadonni xarid qilishda ko'maklashamiz. Ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Navoiy Barak kanaliga obuna bo'lsangiz, har doimgidek shunaqa arzon uylarni doimo ko'rib borasiz.